Kutib oling, 40 yoshli chempion Cristiano Ronaldo Millatlar Ligasida g'olib chiqdi. Yamal, Pedri, oltin to'pga da'vogarlar ham hech narsa qila olishmadi. Cristiano Ronaldo super harakatlari bilan bu o'yinda ham gol urdi. Portugaliya Ispaniyani 15 yildan beri mag'lubiyatga uchrata olmayotgan edi. Ronaldo yana bir rekordni o'rnatdi. Bir hafta ichida rekordlar Ronaldo tomonidan o'rnatildi. Kimsan chempionlik uchun da'vogar Germaniyani 25 yildan beri mag'lubiyatga uchrata olmayotgan Portugaliya mag'lubiyatga uchratdi. 15 yildan beri mag'lubiyatga uchrata olmayotgan Ispaniyani ham mag'lubiyatga uchratdi. Ronaldo faoliyati davomidagi 36-sovrinini ham qo'lga kiritdi. Faoliyati davomidagi 938-golni urdi. Yana 62 ta goldan keyin milliy dovon ham zabt etiladi. Cristiano Ronaldo 40 yoshida sovrin yutib, yosh katta futbolchi sifatida ham rekordlar kitobiga kiritildi. Endi oltin to'p masalasi maxfiylikcha qoldi. Yamalga beriladimi, Dembelegami yo Pedri? Yo'q, oltin to'pni Cristiano Ronaldoga bering. Chunki Ronaldo 40 yoshida Saudiya ligasida to'p urar, yana Yevropani zabt etgan futbolchi. Cristiano Ronaldo futbol qirolining hikoyasi ham tugab bormoqda. Biz bu hikoyani ko'rdik, oxiri ham ajoyib tarzda yakunlanmoqda. Cristiano Ronaldo Yevropada mega chempion. Qirol o'z taxtida yana qolmoqda.